Avtomobillar tugadi. Endi uchuvchi mashinalar davri. Hammasi tugadi. 200 ming dollardan arzon avtomobillar endi yo'q. Endi esa birinchi uchuvchi mashina Xitoyda taqdim etildi. Unga egalik qilish xuddi o'zingizni shaxsiy samolyotingizga egalik qilgandek gap. Bu Seo X2 tog'lar, vodiylar va butun mamlakatlar ustidan uchib o'tadi. Ko'rinishi ulkan dronga o'xshaydi, lekin bu samolyot emas, mashina. Og'irligi atigi 130 kilogramm, uchishdagi maksimal vazni 760 kilogramm. Eng baland uchish balandligi 1 kilometrgacha, tezligi soati 130 kilometrgacha, parvoz vaqti 35 daqiqa. Va bu hali hammasi emas. U faqat uchmaydi, yerda ham yuradi. Yerda harakatlanayotganida parraklari avtomatik tarzda yig'iladi va u oddiy avtomobilga aylanadi. Endi savol, agar sizda 200 ming dollar bo'lganida oddiy mashina olgan bo'larmidingiz yoki shunday uchuvchi avtomobil olgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.